Albatta, boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Hamma pulingni o'tkazasan, darrov foydaga chiqasan. Axir menga ishon, har doimgidek muammo yo'q. Kelishdik. Xursand bo'ldim. Hay, opa, sizda hamisha bahora? Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Aytgancha o'zing nega xafasan? Mashina olmoqchi edim Malibu. Shunga pul yig'ib qo'ygandim, ozroq. Qancha puling bor? Ko'p emas, ozroq, shu uchun sal kayfiyatim yo'q, yetmay turibdi. Kayfiyatni tushirishga hojat yo'q, chunki senda men borman. O'sha pullaringni shundoq o'tkazasan, o'zim senga Malibuni zo'rini olib beraman. Ishongin? Albatta. Laqma, darrov ishondi. Xuddi mana shunga o'xshash holat Toshkentda qayd etildi. Ya'ni firibgarlik yo'li bilan bir shaxs 2 nafar fuqarodan 1 milliarddan ortiq pullarni o'zlashtirib olib, uni shaxsiy ehtiyojlari yo'lida ishlatib yubordi. Taqdim qilingan ma'lumotlarda aytilishicha, firibgar birinchi fuqaroga elektron bozordagi birjaga pul tiksa, katta daromad ko'rishini aytib, jami 62 ming AQSh dollaridagi pulini oladi. Ikkinchi fuqarodan esa 2 dona Malibu rusumli avtomobilni olib berishni va'da qilib, 50 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni aldov yo'li bilan o'zlashtirib olgan. Fuqarolar sudga murojaat qilishgan. Ish sud tartibida ko'rib chiqilib, jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi ko'rib, birinchi fuqaroyimiz foydasiga 743 million so'm miqdorida zarar undirish, ikkinchi fuqaroyimizga bo'lsa 589 million miqdorida summa undirish to'g'risidagi ijro hujjati byuroning Olmazor tuman bo'lim ish yurituviga kelib tushdi. Qarzdorlikni undirish maqsadida fuqaroni uyiga chiqilganda qarzdor hozirgi kunda ushbu jinoyati uchun qamoqda saqlanayotganligi aniqlandi va bu haqda tegishli dalolatnoma rasmiylashtirildi hamda sud ish ko'rib chiqishi uchun qarzdor chiqib ketishi uchun o'zini qarindoshlari tomonidan ushbu summa hammasi to'liq qoplab berildi. Arzonning sho'rvasi tatimasi bejizga aytilmagan. Shunday ekan, bu kabi takliflarga rozi bo'lishdan avval 7 o'lchab bir kesishni, yana ham aniqrog'i, yaxshilab so'rab surishtirishni odat qiling. Nima bo'lsa ham sizni aldanib qolmasin deymizda.